Xitay doiralari yana kona usuli bo'yicha Uyg'urlarga qaratilgan nopus kontrol qilish va azaytish siyosatini oqladi va Uyg'urlarning majburiy tug'mas qilib etilganligi haqidagi dokladni asossiz deb aybldi. Yaqinqi oylardan buyon Xitoyning Sharqiy Turkistondagi nopus siyosati, jumladan Uyg'ur ayollarini bola tushirishga majburlash va tug'mas qilib etish qilmishlari xalqaro tanqidga uchragandan keyin atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik ijtimoiy fanlar akademiyasi doklad e'lon qilib, Xitoyning nopus siyosatini oqladi va Uyg'urlarning nopusining ko'payish nisbatining Uyg'ur avtonom rayonining o'rtacha saviyadan yuqori ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenz bu yil 6-oyning oxirida homildorlikdan saqlanish, majburiy tug'ut cheklash, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini kontrol qilish harakati nomli hujjatlik dokladni e'lon qilgan. U Xitoyning Sharqiy Turkistondagi majburiy bola tushirgizish, homildorlikdan saqlanish operatsiyasi qildirish va tug'mas qilib etish qilmishlarini nopus azaytishni nishon qilgan irqiy qirg'inchilik deb atagan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo bu haqda yozma bayonot e'lon qilib, dunyo bugun Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Turkistondagi bostirish harakatining bir qismi sifatida Uyg'urlar va boshqa osonliq millatlarga majburiy homildorlikdan saqlanish, majburiy bola tushirish va tug'mas qilib etish siyosatlarini yo'lga qo'yilayotganligi to'g'risida kishini andishiga solgan xabarlarga erishdi degan edi. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirish harakatlari xalqaroda barg'ansiri qirg'inchilik deb ayblanayotganda, Kanada hukumatining Xitoy bilan turli munosabatida Uyg'urlar masalasi yangi boshdan o'rin olishga boshlagan. Sadbori Cholpani gazetining 3-sentabrdagi xabarda aytilishicha, Kanada parlament a'zosi Garnet Jenius yaqinda Kanada Xitoy munosabati haqidagi xizmat bilan shug'ullanuvchi maxsus komitetga xizmatga tushgan. Garnet Jenius bu joydagi xizmati haqida so'z qilganda Uyg'urlar masalasini alohida ta'kidlagan. U bu haqda so'z qilib, yaqinda buyon biz asosiy diqqatimizni Sharqiy Turkiston yoki atalmish Shinjong deb atagan shu joydagi Uyg'urlarga qarshi qirg'inchilik qilmishlariga qaratayotimiz degan. Garnet Jenius bu vaqtdagi nutqida aniq qilib, Sharqiy Turkistonda bo'layotgan ishlar qirg'inchilikning barliq ta'birlariga to'liq tushidi deb ko'rsatgan, hamda Kanada hukumatini mazkur qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqirgan. Shuningdek, Uyg'ur diyoridagi majburiy emgakka chiqishlik ta'minot zanjiri haqida alohida to'xtalib, biz o'zimiz iste'mol qilayotgan hamda Xitoydan import qilayotgan mahsulotlarning zamonaviy qullar emgakining mahsuli ekanligini unutib qolmasligimiz lozim degan. Moskvada o'tkazilgan yig'inda Hindiston va Xitoy davlat mudofaa ministrlari tadbir qo'llanib, talash tartish bo'layotgan chegara rayonidagi jiddiy vaziyatni pasaytirishga qo'shilgan. Hindiston matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, Hindiston davlat mudofaa ministri Rajat Singh va Xitoy mudofaa ministri Wei Feixiang tunugun Moskvada Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini doirasida ko'rishgan. Hindiston davlat mudofaa ministrligining bayonotida yig'inda har ikki davlatning jiddiychiligini texmo kuchaytiradigan yoki vaziyatni texmo murakkablashtiradigan tadbir qo'llanmaslikqa qo'shilganligi ko'rsatildi. 6-oyning 15-kuni Hindistonning sharqiy shimolidagi Ladakh rayonida 20 Hindiston askarining o'lishini va bu rayondagi ziddiyatning kuchayishini keltirib chiqargan to'qinish Xitoy askarlarining 5-oyning 5-ida 3 nuqtada Ladakh rayoniga kirishi va u yerda chidir va harbiy o'rin ta'sis qilishi bilan boshlangan edi. Xitoy Tamojna ishlari idorasining bayonotiga asoslanganda, Beijing hukumati Avstraliyaga eng chong oshliq eksport qilguvchidan arpa sotib olishni to'xtatgan. Xitoy doiralari Avstraliya shirkati avatgan mahsulotlarda ziyondosh hasharotlarning borligini ilgari surib, arpa importining to'xtatganligini e'lon qildi. Bu shirkat mahsulotlarni qo'g'dash bilan bir vaqtda Xitoyning so'zlarini isbotlaydigan paket yo'qligini aytdi va Avstraliya hukumati bilan birlikda bu qarorga qarshi tadbir qo'llanishga tayyorlanayotganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan, Beijing hukumati Avstraliyadan import qilingan arpaga %80 tamojna beji qo'yib, ikki davlat o'rtasidagi savdo miqdorining tuvanlashini keltirib chiqargan. Arpa import qilishni cheklashning ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirishi mo'ljallanmoqda. Beijing va Canberra hukumatlari yaqinda rayon va ikki taraf masalasida bir-birini ayblab keldi. Janubiy dengizdagi chegara mojarosidan tortib Hong Kong masalasi va Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligini tekshirishgacha bo'lgan nurg'un masalalarda taraflarning o'zaro ziddiyatlik ekanligi ma'lum.
Naxçıvanda Türkiye ve Azerbaycan qurolli qismlari ilib bargan birleşme harbiy manevrda taqlidiy düşman nishonlariga quruqliq ve havodan hujum qilindi. Azerbaycan bilan Türkiye o'rtasidagi harbiy hamkorlik ramkasi ichida ikki davlat qurolli qismlarining moslashishini yaxshilash uchun ilib berilgan manevrda amaliy jang manzarasi namoyon bo'ldi. Egilinishçe manevrga 2600 askar, 200 tanka ve bironik mashina, yükseksen başqurulgan bomba sistemasi, zemberek ve minamyot, 18 tik uçar ve aeroplan ve 30'dan ortiq hava müdafiə sistemasi qatnaşqan.